Erkak kishi qachon telefoniga bog'lanib qoladi? Umuman erkak kishi qachon yonidagi xotinni tanlamaydi? Qachonki ayol o'zini tanlamasa. Mana shu o'zini tanlash qanaqa ekan degan savol meni 1 yil qiynadi, bilasizlarmi? Men hatto har qanaqasiga harakat qilib ko'rdim. O'zini tanlash balki o'ziga shikarni yashashni обеспечить qilib berishdir. O'zini tanlash balki sevgisiga vafodor bo'lishdir. O'zini tanlash balki xohlagan narsasini o'ziga olib berishdir desam, unaqa emas ekan. Ayol kishi o'zini tanlashi, umuman inson o'zini tanlashi bu kimdir bo'lsa ham, kimdir bo'lmasa ham, yoningizda sevgan insoningiz bormi, yo'qmi? Ishlaysizmi, ishlamaysizmi? Faqatgina o'zingiz qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar o'zingiz bilan oshiq bo'lish ekan, o'zingiz bilan garmoniyada yashash ekan.